Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy-amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Ma'lumki, so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi rivojlanishida o'ziga xos bir yo'nalishlar paydo bo'lmoqda. Chunki global iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligini o'ziga xos rivojlantirish, ya'ni innovatsion ishlanmalarni amaliyotga joriy etish orqali rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda nafaqat respublikadagi yaratilayotgan shart-sharoitlar, qabul qilinayotgan farmonlar, qonuniy me'yoriy hujjatlar asosida berilayotgan imtiyoz, imkoniyatlar, balki xorijiy tashkilotlarning ham munosib hissasi bor. Mana shunday hissalardan biri EU Agreen bir loyihasi, ya'ni taraqqiyot dasturining loyihasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishga o'zini bir salmoqli hissasini qo'shmoqda. Biz mana bir qancha yo'nalishlarda mana shunday EU Agreen loyihasi doirasida innovatsion guruhlar tashkil etildi. Mana shu guruhlardan biri chorvachilik sektorini iqlim o'zgarishiga moslashtirish hamda sutni qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish innovatsion guruhi. Bu guruhni tashkil etishdan asosiy maqsad bugungi kunda global iqlim o'zgarishi sharoitida chorvachilik sektorini mana shu iqlim sharoitiga moslashtirish bilan bir qatorda chorvachilikni tabiatga bo'lgan bir keltirayotgan qandaydir bir zararini yumshatishdir. Biz bilamizki, qishloq xo'jaligini chorvachilik yo'nalishi o'ziga xos bo'lib va bu yo'nalish orqali tabiatga ham ma'lum bir darajada ziyon yetkaziladi. Mana shu ziyon yetkazilishini oldini olish maqsadida innovatsion guruh bir qancha yangi ishlanmalarni amaliyotga joriy etdi loyiha davomida. Bu loyihamiz yana o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, mana shu sutni zamonaviy qayta ishlash texnologiyalari 5 ta xonadonga joriy etildi, lekin 5 ta xonadonga joriy etilgani bilan bu xonadonlar bilan bog'liq bo'lgan o'nlab boshqa xonadonlar bo'ldi. Ya'ni mana bu o'rnatilgan zamonaviy sutni qayta ishlash texnologiyalarini to'liq hajmda ishlatish uchun qo'ni-qo'shnilardan ham sut olishga olindi. Ya'ni kichik bir kooperatsiyalar tashkil qilindi. Mana shu loyiha davomida 5 ta kichik sexlar tashkil qilgan bo'lsak, 5 ta kichik sexlarga sut topshiruvchilarni birlashtirish natijasida ayollarning kichik kooperatsiyasi tashkil bo'ldi. Endi bu nima beradi? Biz bilamizki, sut bu tez buziluvchan, tez ayniydigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari qatoriga kiradi. Buni biz o'z vaqtida topshirsak,
demak sifatli mahsulotlar olishimiz mumkin. Har bitta xonadon o'zidan demak sog'in sigirlardan chiqqan 10-15 litr sutni kundalik qayerlargadir olib borib sotishi albatta ko'p vaqtni talab qiladi. Agarda mana shu mahallada tashkil qilingan kichik sexga topshirilishi natijasida ular ham vaqtni tejadi, ham doimiy ravishda xaridoriga ega bo'ldi va daromadini ko'paytirdi. Mana shu qayta ishlash sexlari nafaqat o'zlari band bo'ldi, balki 3-4 ta yangi ish o'rinlari yaratib, bir tizim yaratildi. Ya'ni sutni qabul qilish va uni iste'molchigacha yetkazib berish. Biz mamnuniyat bilan aytishimiz mumkinki, mana shu sexlarimizda hozir o'zini brendiga ega bo'lgan sut mahsulotlarimiz bor. Asl Milk degan brend oldik va bu brend ostida hozir bugungi kunda maktablarga hamda bolalar bog'chalariga sut mahsulotlari yetkazib berilyapti va bu sut mahsulotlarimizga talab kun sayin oshib bormoqda. Albatta mana shunday sutni qayta ishlash barobarida aholini turmush farovonligi oshishi bilan birgalikda eng chekka joylarga sanoat yetib boryapti. Ya'ni biz sutni qayta ishlash bu juda katta yangilik emas, lekin sanoat usulida kichik bo'lsa ham qayta ishlash, ya'ni sertifikatlangan mahsulotga ega bo'lish albatta bu juda ham biz yangilik deymiz. Eng chekka qishloqlarda shunday mahsulotlardan ishlab chiqarilishi va bu texnologiyalarni ko'p joylarda joriy qilinishi albatta bir katta natija berishiga biz guvoh bo'ldik. Bu loyihani boshlashimizdan oldin Agrar soha ayollar assotsiatsiyasining rahbari Adiba Kamaljanova bizga yaqindan ko'makchi bo'ldilar. Sababi 300 ta tinglovchining orasidan tanlanib 5 ta xonadonga bu asbob-uskunalar qo'yib berildi. Ular oddiy qishloq ayollarini ham o'zining mahsulotlarini qayta ishlab, oddiy jarayonda sifatli, toza, tabiiy mahsulotlarni ishlab chiqarishimiz mumkinligini bir yaqqol misoli sifatida ko'ra oldilar va bizga yaqindan yordam berib, o'qituvchilarni, hamma asbob-uskunalarni qanday o'rnatish, ularni ishlatish, mahsulotlarni tayyorlash, zootexniklar, veterinarlar, juda ham o'zini kasbini ustalari bo'lgan mutaxassislarni biz bilan ishlab, bizning bilimlarimizni 2 karra emas, juda ko'plab bilimlarimizni oshirishga sababchi bo'ldilar. Va atrofimizdagi ayollar, nafaqat men, atrofimizdagi sut topshiruvchi ayollarga ham muntazam ravishda darslarni berib, mahsuldorligimizni 2 baravarga oshirishga sababchi bo'ldilar. Va biz 20 litrdan boshlab hozirgi kunda oyiga 15 tonnagacha shu kichkina seximizda mahsulotlarni ishlab chiqarmoqdamiz. Va bu nafaqat men, atrofimdagi ayollarga ham juda ko'plab muammolarini bartaraf etishga yordam berdi. Va mahsulotlarimizni uzoqqa tashimay yoki o'tinda pishirmay, shu asbob uskunalarda sifatli, eng asosiysi tabiiy mahsulotlarni xalqimizga hozir taqdim etyapmiz. Hozirgi kunda biz bog'chalar, maktablar, zavodlar, fabrikalar, shifoxona, oshxonalar bilan muntazam shartnoma qilib, ular bilan muntazam ravishda mahsulotlarni yetkazib bermoqdamiz. Ularga har xil sut, smetana, yogurt, kefir va ko'plab mahsulotlarni topshiramiz. Hamda do'konlarga ham topshirib bormoqdamiz. Kelgusida mana shunday loyihalarni kengayishi, ko'payib borishi qishloqlarda aholini o'z-o'zini band qilish bilan birgalikda sifatli mahsulotlarni ko'payishiga ham zamin yaratadi. Albatta so'nggi yillarda biz bilamizki, xaridorlarni oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi kuchayib bormoqda va kuchayganda ham har qanday mahsulotni xarid qilish emas, sifatli mahsulotlarni xarid qilish kerak va bunda mana shunday zamonaviy texnologiyalarni, innovatsion yondashuvlar orqali zamonaviy texnologiyalarni joriy qilinishi mana shunday samaraga olib keladi deb o'ylayman. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida
ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.